Akalar, hozir sizlarga mashina bitta bo'lib turibdi ekan bozorda, shuni ko'rsataman. Narxi ham vobshe arzon. Oxirigacha ko'rib turinglar. Maza qilib orasizlar narxiga. Qip-qizil. Shunaqa qizilga qiziqqanlarga mana ko'ringlar, balonlar ham 4 ta yumshoq balon taqib qo'ygan ekan, yangidek bo'lib turibdi. Yangi ekan. Ko'ringlar mana elektronika. Mana sinalarni ko'ringlar. Sina chexollar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Bunaqa kattaroq nimalar microfonlar qo'yib qo'yilgan. 415 ming probay bosib o'tgan ekan. Egalari o'zim uchun sevib turganman, tayyorlatganman deyapti. Polni kraska ekan. Endi asvechtirganman deyapti. Aka, orqa oldida udari yo'q-a? Yo'q, hozir orqalari ham pechat. Orqa oldilari pechat deyishyapti. Orqa oldilari va shu udari yo'q deyishyapti. Narxi srojniga 2000 dan tevada bo'lsa berib yuboraman deyishyapti. Pul zaril deyishyapti. Balonni 2018 dedingizmi aka? Balonlar 2000, orqalari pechat. Balonlar 2018 mana orqalari mana pechat ekan. Agar pechat olmasa mana bularni ko'chib ketgan bo'ladi, yo bo'lmasa svarga tekkan bo'ladi. Haqiqatan ham pechat ekan. Men o'zim ancha tushunaman mashinani. Ko'ringlar, haqiqatan ham mashina bozorda bitta o'tiribdi. Bozorda bunaqa mashina qizillidan yo'q. Agar tonirovkani bitta bosib olsalar, o'zi tayyor cho'ktirilgan ham shekilli orqasi. Ko'ringlar, eshik ochilib yopilishlari ham mana taniq. Ko'pchilikniki hali g'ichillab o'qib qo'yaradi. Taniq holatda bo'lib turibdi. 2000 dan sal tevasiga yursa beraman deyishyapti. Aloqaga chiqinglar, mana gerpovoy, lavoylar qo'yilgan ekan. Dokumentda muammo bo'lmaydi, genga ham bitaveradi. Gen bo'laverar ekan, bemalol onlayn domenni ham qilib haydasalar ham bo'lar ekan. Bu aka qayerniki edi? Qo'shtepa. Farg'ona viloyati Qo'shtepaning mashinasi. Aloqaga chiqasizlar, nomeringizni aytib o'rasiz. 99lik 606 0799 2015 dan qidirib yurganlarga darrov tashlab qo'yinglar akalar. Ko'ringlar holatni. Qanaqa holat turibdi? 1.6 motorlarda. Konditsionerlarigacha bor. Yozgi sezon-ku. Kraskalar qanaqa ekan buni? 100 bor deyishyapti. Mana shu oldi kriloda bor ekan xolos. Qolgan joyi radnoy. Qolgan joylari radnoy ekan. Mana ko'ringlar. Oynak chiqarib tushdi qollari ham, mana elektronika. Hop, chexollari bor. Polilar tashab qo'yilgan. Probeyga so'raymiz. Probeyga qancha bo'libdi ekan? 204 ming probey bosib o'tgan ekan. Orqalarini ham ko'ringlar. Orqalari ham mana, chexollari ham bor. Tana holatda bo'lib turibdi. Ko'ringlar, mana metallar ham qo'yib qo'yilgan, ustunikka qo'yib qo'yilgan. Metalni 80 talimi ekan? Metalni ham 80 tali ekan. Taniq turibdi ekan, mana ko'ringlar, mana pechat holatda. Orqa oldida udar yo'q ekanda, xulasa. Qozoni ham o'zi taniq turibdi ekan. Mana balonlar ham 4 ta yumshoq balon yangisidan bosib qo'yilgan ekan. Yangisidan. Mana ko'ringlar. Qozonlari ham joyida turibdi. Yo'llarni yetib ketmagan, orqa oldida udari yo'q. Salkam radnoy mashina. Shu kilosini hisobga olmaganda. Aka 5000 kami bor-a? 5200 kami bor. Srojniga 5200 kami bor ekan. Nomeringizni aytib o'rasiz. 99lik 973 4574. Akalar, mana 2014-yilda ishlab chiqarilgan Stalnoydan qidirganlarga mana tarix tashab qo'yinglar. Kraskasi ham radnoy ekan. Ko'ringlar, mana balonlari ham yangi holatda. Yangi holatda kraskasi radnoy. Mana bu yerda sal rextovka qilingan joyi bor ekan. Bo'ldi, qolgan joyi radnoy ekan. Hozir motorni bir ochib ko'raylik-chi. Mana 1.6 motorlarda ko'rishingiz mumkin. Konditsionerlarigacha bor. Taniq holatda bo'lib turibdi mashina. Ko'ringlar. Taniq holatda qo'yilgan ekan. Mana shunaqa Mopresdan qidirib yurganlarga maza qayda yuraman deganlarga tashab qo'yinglar. Dadan like bosib esdan chiqmasin lekin. Mana chehollari bor, evakor polilari bor. Probeyga 213 ming probey bosib o'tgan. Ko'rishingiz mumkin. Aytlari mana elektronika, ayna ko'tarib tushirgan qollari ham. Orqalari ham elektronik ekan. Ko'pchilikniki hali instalovka bo'ladi. O'zi mana instalovkadan elektronikaga olib qo'yilgan shekilli. O'nni bor ekanda. Ko'ringlar, taniq holatda bo'lib turibdi mashina. Ekan o'zi qarab yurgan shekilli mana sostenalari mana o'ta ideal. Bunaqasini topish o'zi qiyin bo'lib qoldi. Bozorda ham kamda. Yana bir egalari bilan so'rab surishtirib, aka nima navrot qansiz deb ko'rsalar bo'ladi. Motorlari ham haqiqatan taniq holatda bo'lib turibdi. Kimchiga qilib olib chiqilgan shekilli. Aka 5000 deyapsizmi hozir?
5000 kami bor. Ozgina kami bor. 4,5 ga aloqaga chiqishsin ha? Yo, 4,5 ga. 4,5 dan tevasida. Ha, 4,5 dan tevasida bo'lsa beraman deyishyapti. Aloqaga chiqasizlar, nomeringizni aytib yuborasiz. 90lik. 90lik 556 556 0420. 0420. Xohlagan dokumentlarni qilib beraman. Ha, generalni xohlagan dokumentlar Nima bitadi. dokument qoladi o'sha? Onlayn davangiz desalar ham uni ham qilib berishaveraman deyishyapti. Mana akalar Nexia bir isbotlarga jo'natib qo'yasizlar. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Aka 2007 dedingiz, ha buni? Ha, 2007 ekan, ko'ringlar. Sonus gibrid motorda. Ko'ringlar. Orqa oldi butun deyishyapti. 30% kraska bor deyishyapti. Mana balonlar ham yangi holatda bo'lib turibdi. Ko'rishlar mumkin. Holati yaxshi. Probega qancha dedingiz aka? 343 ming probeg bosib o'tgan ekan. Mana joyini qirqib tashlaymiz aka. Elektronika chexollari bor. Qo'lga tashlab olishi. Xo'p. Ko'ringlar, mana orqalari ham. Choklari joyida turibdi. Pechat mashina deyishyapti. Aloqaga chiqib yana o'zlaring uchun ma'lumot olib olasizlar. Qayerda nimasi bor, nima ish qilingan deb. Ko'ringlar. Gazda harakatlanadi mashina. Mana qozonlari ham joyida turibdi, yorilib netib ketmagan. Aka 2,5 ming kami bor deyapsiz buni? Ha, 3,5 kami bor ekan. Aka nomeringizni aytib yuborasiz. 94lik 984 2884. Bo'ldi. Akalar 2015-yilda ishlab chiqarilgan Bro6 dan qidirib yurganlarga mana ko'ringlar, lyuks konditsioner ekan. Konditsionerlarigacha. Konditsionerlari ham ishlaydi, avtolar. Konditsionerlarigacha mana ishlaykan Bro6. Injektor motor. Mana elektronika ayni ko'tarib chiqaradi qo'llari. Bosib o'tgan probegi 372 ming probeg bosib o'tgan. Chexollari bor, evakor polilar tashab qo'yilgan. Eng oxirida qiziq joyi bor. Mana shu narx qiziq. Orqasi ham elektronik ekan mana. Ko'ringlar. Evakor polilar tashab qo'yilgan. Bir 20-30% shunaqa kraskasi bor deyishyapti, lekin qozonlari orqa oldi butun deyishyapti. Balonlari ham mana yangida, yangi holatda bo'lib turibdi. Zo'r holat ekan. Ko'ringlar. Ichlari ham tiniq holatda bo'lib turibdi. Hozir ham qarab yurgan shekilli. Qozonlari ham mana ko'rishlar mumkin, yorliq tushgan joyi yo'q mana. Tiniq holatda bo'lib turibdi. Orqa oldi xudolasa udari yo'q. Mana udari yo'q deyishyapti. Mana prямо gaplashyapmiz egasi bilan. Aka, bo'lishi necha pul? Bo'lishini aytaveraman. To'rga beraveramiz. To'rga. Aloqaga chiqinglar, to'rga berib, 4000 dollarga berib yuboraman deyishyapti. Nomeringizni aytaverasiz. 91lik 91lik 156 56 35. 56 35. Shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sarvar Avzordan chiqyapmiz desalar, akam yanada arzonroq qilib berishga harakat qiladi.